Bugun 2 xil ovqatmi? 3 xil ovqat. Va alaykum assalom. Salomat qalaysiz? Yaxshi. Necha puldan sotyapsiz? Bu bosma necha pul? Bosma 15 ming. Hop, Sho'ra 12 ming. sho'ra 12 ming. Sho'ra 12 ming. So'nggi kunlarda 10 yoshli bola ijtimoiy tarmoqlarning navbatdagi qahramoniga aylanib, juda ko'pchilikning e'tiboriga tushdi. Marg'ilonlik Salohiddin oilasiga yordam berish uchun bozorda ovqat sotmoqda. Maktab darslaridan keyin onasiga yordam berayotgan 4-sinf o'quvchisi Salohiddinning bu g'ayrati ish yo'q deb bekorchilikda vaqt o'tkazayotgan insonlarga o'rnak bo'lsa ajab emas. O'z mehnati bilan u onasi tayyorlab bergan turli xildagi sifatli ovqatlarni Marg'ilon dehqon bozorida faoliyat yuritayotganlarga sotmoqda. Ovqatlar narxining hamyonbopligi ham juda ko'pchilikni xursand qilmoqda. Shuningdek, bolakay foydalanuvchilar tomonidan qilinayotgan ehson ovqatlarni ham o'z egalariga yetkazmoqda. O'g'il bola uyalmasi ishi oldinga yuraveradi. Mehnatning uyati yo'q degan mehnatkash Salohiddin. Endi o'g'il bola uyatmasligi kerak-da, birinchi o'rinda. O'g'il bola uyatmasda, ishi oldinda yuraveradi. Mehnatda uyatli joyi yo'q. Xo'sh, siz 10 yoshingizda nimalar bilan shug'ullangansiz? Javobingizni izohlarda yozib keting.